Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilari, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonlarimiz izlab yurgan shahrimizni zo'r mesasi. Ablosoy Banisa yaqin yerda 2 qavatli hovli joylarimiz sotuvga chiqdi. 6 danasi bor ekan, kelib, yurib, ustida sodasini qilib olaversa. Ekranda mulkiyasini nomerini ko'p beramiz, hurmatli vatandoshlar. Yana Ablosoy Banisa tarafdan kelish bo'ladi. Sizlar Ablosoy Banisada kelishingizda o'ng tarafda birinchi ko'cha aylanasiz. Bu Dinkrasov ko'chasi 8-mart, keyin to'g'ri o'tsangiz Al-Xazimiy ko'cha, Al-Xazimiy ko'chada o'ng aylanib, keyin sal yurganda chap aylansa Ablosoy Raddom. Yazlar. Ablosoy Raddomga yaqin 8-mart, Nekrasov ko'cha, Ablosoy Banisa zo'r mesada. Ya'ni yo'ldan hurmatli vatandoshlar bir 200 metrdan kelsangizlar shu o'ng eningizda bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar zo'r mesada ekan. Dokument ishnodan muammosi yo'q. Xonadonlarimiz azizlar hozir shifokorlikka holatda ekan. Xalasan shu holatda, xalasangiz azizlar podключен ham kelishib beradi ekanlar. Podключен 600 million so'm. Shu holatda azizlar 515 million so'm beriladi. Bitacak bahası. Yo'ldan ham ozgina giriladi o'zi. Ajoyib mesada gaz, svet, suvdan muammosi yo'q ekan hurmatli vatandoshlar. Dokument ham tayyor. Har bir xonadonimizda alohida konditsiyalar qazilgan hurmatli vatandoshlar. Ellarangga ko'rib turgansizlar, dashlar döşalgan, fasad qismi polni traviting qilgan 6 dana joyimiz bor bu yerda hurmatli vatandoshlar. 1 2 3 4 5 6 dananing. Hozir shu xonadonimizni ko'rsatib o'tamiz. Sokol qismi kafillar qilingan, stupenka bo'lgan, stupenkamiz ham kafil bo'lgan. Ishlar ham ajoyib, sifatli, zamonaviy, eng so'nggi modeldagi ishlar ham qo'yilgan. Fasad qismi polni travitingda 2 qavatli 100 kvadrat metr teyazda. Girgandan bismillah giramiz. Dolan qismi bo'ladi. Dolanimiz bir 5 metr, bir 6 metr, 5,5 metrlar bor. Bedining rakovina mestalari, registrlar qo'yilgan. Отопление sistemasi o'tib turibdi. Polni ishlab turibdi. Yaqin qo'ydilar xonamiz issiqmi qizib turibdi azizlar. Bedining xonadondan girgandan o'ng tarafimizda elektrik avtomatlari qo'yilgan, Euro stilda montaj qilingan. Har bir xona uchun oddiy dolani oddiy belki xonaga, keyin oshxona, sanuzellar oddiy tortilgan. Bir de registrlar, oyoq tiylari steshga beriladi, polni teplый pol. Bir yandan ko'rsatib boraveramiz, zo'r mesada joylashgan ekan. Narx ham ajoyib narxda. Bir de bir spalnisi 3,5 razmerda tushgan, oyoq tiylari pol, bir de registrlar polni ish qo'yilgan chiqqan, birinchi qavatdan plita bilan bostirilgan. Hurmatli vatandoshlar, villa qaydon joylar, teplый pol. Bu tarafimizdan yog'och pol. Sanuzel bu tarafimizda. Sanuzelimiz ham hurmatli vatandoshlar teplый pol bo'lgan. Suvoqdan chiqib turibdi. Bu tarafimda yuqorida meydachilar qo'ymoqqa mes ham qoladi ekan hurmatli vatandoshlar. Yurtimizni berib pishgan kelishdan. Hazla sanuzelimiz bo'lni suvoqdan chiqqan. Hamma toshga tashalgan, vanna, unitaz, rakovina hamma toshga tashalgan. Bu tarafimizda hurmatli vatandoshlar oshxona qismi bo'ladi. Bedening razvetka joylari, vichishga uchun oyoq tiylari pol, banda moykalar uchun toshkalar, suv tushirishlar qo'yilgan. Bu yerda двухконтурный отопление ko'rib turgansizlar, steniy. Bu yerda sirkulyatsiya uchun nasoslar qo'yilgan, stabilizatorlari orqa tarafda shunday bir ajoyib mesda qoldirganlar, bir kisarish uchun azizlar, yana gaz tushirishlar ham qo'yilgan hurmatli vatandoshlar. Endi ikkinchi qavati bilan tanishib o'tsak, hurmatli vatandoshlar, pastda dolan bir spalni oshxonasi bor. Yuqorida 3 xonasini ega. Ham sanuzel bor birinchi qavatda. Lestnitsamizni ham qo'ymayning, chiroyli qilib chiqaribdilar. Вообще akkurat ishlangan. 2 qavatli hovli joy, T100, usti 100. Sizlar. Bu tarafimizda 5,5lik zal qismi bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Oyoq tiylari steshga qilingan, tap-tekis qilib. Bu tarafimizda registrlar, aynalari plastik ramlarni 3 yerda oyna tushirganlar, yorug'lik yaxshi tushishi maqsadida. Ağaçlarına e'tibor qiling, azizlar, buning ağaç hech yerda bosilmaydi. Quvvatli bo'lsin deb ajoyib katta ağaçlardan bosilganlar. Shpoklovkadan chiqib turibdi. Gaz, svet, suvdan umuman problema yo'q, hurmatli vatandoshlar. Bu tarafimizda bir spalnisi, oyoq tiylari steshga bo'lgan, registrlar qo'yilgan, divorlar polni shpoklovkadan chiqib turibdi. Ağaçlarına e'tibor qilasizlar, ajoyib cho'tka ağaçlardan qo'yilgan azizlar. Bu yerini gelip tekshirib olishingiz mumkin. Tarafimizda yana bir xonasi azizlar. Bir yerimiz ham katta tushgan. Yine 5 metr, bir esa azizlar bir 360 bor.
Çıpaqdan çıqqan, ağaç bilan basılgan, aynaları plastik ramlarından, bir de registrləri bağ, bağça, məktəb, yaqin, Əl-Xərazmi köçə yanğınasında əzlə, köçənin başına çıxıb, 10 aylansanız, əzlə, 300 metrdən keyin Əl-Xərazmi köçə yerləşkan. Zor mesad ekan. Mesad polaşinəsindən gəp söz buluşum ekan. Biter baxası əzlə şu xalətəndə 515 milyon so'm. Pat kuliç desəniz 600 milyon so'ma bərilədi. Отопление sistemasi bo'lgan. Xalasanızla alıp turib özünüzün fokuslarınızla remont qilsanız bo'ladi. Xalasanız pat kuliç ham olaman desəniz bo'ladi, hurmatli vatandaşlar. Ajoyib Messa polaşiniyada joylashgan Urganch shahrimizning Ablasoy Banisa 8 mart Nekrasov ko'chada azay shuning 2 qavatli hovli joylarimiz sotib qo'yilatir. Ekranda Pryamoy Mulkiyasi nomerini ko'p beraman. O'zlari bilan savdolashib, kelishib, olsangizlar bo'ladi. Dokumentlarni ham tekshirib olishingiz mumkin. Dokument ham mavjud taq holatida azizlar. Kanallarımıza abone bo'lsa, abone bo'lib, videolarımıza like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi videoda sog' omon görüşguncha xayrlab qolamiz.